Assalomu alaykum. Hop. Bir ikki kundan beri video qilaman deb o'ylab yuruvdim. Bugun shuni qilayim ekan deb mana hozir boshladim. Xullas bu yoqqa kelishni mo'ljallaganda yotadigan joy gostinitsa qayerda yotamiz, nima qilamiz, qanaqa boramiz degan savollar kelib chiqyotgandi. İnternetdan Madinadaman bloger bolalar Madinadaman yordamlashamiz, kvartira topamiz deydigan bolalarga Instagramda ko'z tushib telefonlashib joyi so'radik. Beraman deyishdi. Xullas gaplashdik. Zaklatini berdik. Keladigan kun bir ikki kun oldin telefonlashsak puli berilmagan bir-biriga, joy yo'q. Xullas nasib qilmagan ekan. Bu bitta hikmati bor deb o'yladim. Xudoga shukr hikmati bor ekan. Xullas aeroportda shu yoqqa mana avtobuslar keladi, eshitgan mana orqamda. Shu 400-avtobus kelar ekan. 400-avtobusda shu yoqqa keldik. Xullas tavakkal ko'rdik. 400-avtobusda keldik. Kelishimiz bilan shu Astanovga taklif shu joyda tushdik mana. Qarama qarshi haramga yurishni boshladik tepaga. Bu yoqqa. Hop, samolyotga bilet olganmiz. Uchga o'tganda Vizayirda Namanganlik hoji akala bor ekan, gaplashib, gapdan gap chiqib, shunda avtobusdan tushib teparoqda gostinitsa bor, gaplashsanglar bo'ladi deyishdi. O'shanga avtobusga chiqib kelib o'sha tomonga yurishni boshladik. Hozir ko'rsataman yana. Bu yoqda nima qilishligini. Shu yerda o'zidan qo'lingizda chemadonni ko'rishi bilan Pokiston, Bangladesh, Indiyalik bolalar hammaligi sirasiz taklif qiladi. Joy bor, xona bor deydi. Uni nomi Room for Rent yozib qo'ygan ekan. Hozir uni ham ko'rsataman. Xullas uzoqligi 1 kilometr 300 metr. Mashinaga taxminan biza turgan joyga 4 ta karavati bor. Biza 5 kishi edik. Hoji aka 5-bo'lib mana 5-bo'lib xonaga yotdilar. Shunda bizaga 28 realdan kuniga tushdi. 140 realga oldik. Hozir qimmat. Ramazon oyida oshgan. Endi boshqa mahalla arzonroq bo'lar ekan. Uni hali bilmadim. Bilsam aytarman yana. Bu informatsiya kelaman deyotganlarga vizani olish kerak shartda. O'sha $110 viza berar ekan. Umrami, turistmi farqi yo'q endi. Farqi umrada 90 kun bitta bir marta kirib chiqasiz. Turistda
bir yil davomida 90 kun bo'lgunicha kirib chiqaveradi. Shunisi farqi bor. O'ziga qaraysiz, qaysi bir to'g'ri keladigan bo'lsa o'shanga bir marta kelmoqchi bo'lsangiz umra olasiz. Yana bir ikki marta shu viza bilan kelaman desangiz turist viza olganingiz yaxshi. Yana boshqa vizalar ham bor ekan, iqomasi bor ekan. Odamlar bemalol biri bilan unaqa ishi yo'q. Yurishibdi. Dokumentini to'g'irlab qo'ygan, yurib ibodat qilib. Hop, yotadigan joyga keladigan bo'lsak, bu yerda bitta dona gostinitsa emas ekan. Gostinitsa to'la yotibdi. Hozir aylantirib o'zini ko'rsataman mana. Yo'lni yo betida ham domga o'xshagan imoratlar. İçiga kirib turib xona olmoqchimi, rent deyganda, xullas. Arenda degani rent. Endi ingliz tilini biladiganlarga muammo emas. Biz ingliz tilidan qiynalyapmiz. Qo'limizda переводчик haligi internet ishlaydigan bor, o'shani yoqib yoki eng zo'r til bunaqa mahal soquvchi til. Shunaqa tushuntiryapmiz. Xullas tushuntirib bozoriga ham borib keldik, taksistlarga tushuntirib olib keldi. Quboga bordik. Taksi bilan gaplashib, bemalol borib kelamiz. Hamma bir-birini tushunyapti. Bunaqa qiyin joyi yo'q. Haligi arenda masalasiga keladigan bo'lsak, arendani bemalol olsa bo'ladi. O'zingizlar kirib gaplashaverasizlar, savdolashaverasizlar. O'zimizda qanaqa savdolasa, bu yerda ham savdolasa tushib berar ekan baribir. 5 puldir o't beradi. Bizga ham 150 dotuvdi. Yana 10 o't berdi, xullas. 38 kunga. Birinchi 30 kunga oldik, hozir yana endi 5 kunga olamiz, xudo xolasa. Shunda 38 emas, 37 kunga olar ekan. 37 yo 36 kun bo'lar ekan. 36 kun bo'lar ekan общий. O'shanda общий 4,5 mingmi shunaqa bo'ldi, 4,5 ming real. Ana hozir chapga burilib ketamiz. O'sha yerda o'zidan rent deb turadi, hotel deb turadi. Anda bemalol gaplashib xonasini chiqib ko'rsanglar ham bo'ladi. Xonasini chiqib ko'rib yoqsa olasizlar, yoqmasa kerak emas deb ketaverasiz, boshqasini ko'rasiz. Bizga yoqib qo'ygan joyi hojatxonalari kattaroq ekan, chachagan bilan unitazi bor ekan. O'shaniga yoqdi, o'sha yerda qoldik, bolalarga ham hammasiga yoqdi. Ham bu yerda Makkaga olib ketadi. Avtobuslar Makkaga yuryapti. Ana bu yerdan hozir yurdik. Ko'chadan orqa tomonga o'tyapmiz-da. Ko'rsatgani. Hop. Ovozlarim yaxshi chiqyaptimi yo'qmi bilmayman. Bu yoq tomonlarda Makkaga olib ketaman deyapti. Mana shu uylar hammasi ishlayotgan bo'lsa, xonalarni arendaga beradi. Mana shu yerdan boshlab hammasi xonalarni kvartiraga beradi. Namoz endi tamom bo'lganidan keyin ko'chada odam ko'p. Kimdir namozdan qaytib ketyapti, kimdir namozga ketyapti, bomdodda.
O'sha yerda ham xona. Hotel. Mana ante ham tekin hotellar bor. Mana bemalol yotishib shu ochiq joyda ham. Endi hozir ana yozig'ini ko'rsataman, yozig'ini. Restoranda yozib qo'ygan ekan, restoran. Asal nariroqqa borib oling. Mana yana kiryapmiz shu joylarga. Shu tomonlarda shu uylar, mana bu uylar, hammasi hotel. Hozir yana hotel desang yugurib kelib olib ketadi. Ichkariga kirib resepsiyondan so'raysizlar. Hozir aylantirsa. Aylantirib oldim mana. Shu o'tirgan joyidan ham kirib so'rasa bo'ladi. Reception deydi. Mana shu yerda ham hammasi hotel. Shunda krasivani to'g'rida o'tirgandan so'raysiz. Rent hotel deysiz. Biroz mana bu yo'q mana. Hammasi hotel bo'lib turibdi. Mana shu yerda ham hotel. O'tgan kirib so'rasa aytadi. Joy bor yo'q. Mana dedim shunaqa. Orqada masjid. Hamma ham bor bo'ladi. Shu bola turgan joyi ham hotel. Biz ham masjidga sho'tga ham kelib ko'rdik, yoqmadi. Balandroq edi. Lekin shu yerda 125 qilib beraman dedi lekin. Hali yoqmadi bu. Endi mana bu narigi hanumisi mana narigilar mana bu hammasi kvartira naryoqda kvartira emas. Xona beradi. Bo'lamiz. Hozir namoz tamom bo'lganiga mashina ko'p. Avtobuslar vaqtida hammasi Makkaga yuradi. Ana avtobus stansiyasi deydi-yu, shunaqa. Mana probkani orasidan ketamiz. Oziq-ovqat do'kon, bitta narsa. Hozir ko'rsatish uchun bu tomonga o'tamiz. Yok, kerak emas. Qandaga bu? Hotel? Ayo. Harak. Maqsad. Hotel, yes. Mana sразу kelib ishlayapti. Hotelmi deyapti. Botlarni remont qilyapti. Hozir hammasi tayyorgarchilik. Bu tomonda mana dastavkasi bor. Mana shu dastavka. Bu ham hotel. Ko'rsa. Ana hotelda zo'r dod. Keldi, ko'rasizlar. Kirib gaplashaverasizlar mana. Home for rent yozib qo'yibdi. Mana nom screenshot qilsanglar, mana shu narsani aytsanglar mana. Sразу aytadi. Bizaniki orqa tomonda. Hamla ham tez ishlaydigan chaqqon ishlashadi. Kafillarni terib tashlashibdi. Oldin kvartira bo'lgan ekan botlar, hozir endi xonaga to'g'irlab xona beradigan qilishyapti. Xona qilib. Mana bizaniki mana bunimiz tepasida chirog'i bor. O'sha ma'mula ham bo'yab chiroyli qilib oldi. Bunisi ham undan keyingini ham
O naryoqdagilar ham hammasi gostinitsa. Otel deb gaplashaveradi mana. Bunda kirasiz, gaplashaverasiz. Biz ham mehmonlar ashga kirib gaplashaveramiz. Assalomu alaykum. Bizaniki 4-etaj. Bosamiz lift keladi. Ma'lumotlar sizlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, like, kommentariy yozib qoldiringlar. Salomat bo'linglar.